ko'pchilik muzli suv chiqarib beradimi bu apparatlar deyishadi. Hozirgi kunda muzli suv ishlab chiqarib beradigan avtomatimiz keldi. Mana bu yerda bo'lsa холодный voda tushadi. Bu yerdan bo'lsa oddiy suv tushadi. Bunisi pauza qilish tugmasi. Mana bu suvni muzdek qilib beradi. Eng bitta zo'r plus tarafi. Apparatimiz nержавейка naq 260 litrlik suv ishlab chiqarib berish quvvatiga ega. Full soladigan joyini ham yopib qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Ataylab yopilgan chang, to'zon va boshqa ortiqcha narsalardan himoya qilish uchun. 22 gallonli membranamiz bor, 3 ta mineralizatsiyamiz bor va 4 ta qo'shimcha filtr va ultrafiolet. Umumiy hisobda 10 bosqichli filtratsiya. Qishda sovqotmaslik uchun o'zining pechkasi bor, o'zi yonib, o'zi o'chadi. Full qabul qiladigan joyi Genius 7, ya'ni eng full komplektatsiyalardan bittasi hisoblanadi. Siz elektr sho'chikdan ham bemalol qancha tok rasxod qilganini ko'rishingiz mumkin. Suv sho'chchigi bor, mana qancha suv rasxod qilyapti, nima qilyapti, bemalol sho'chikdan ham o'zingiz uchun ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu apparatimiz nima qilib beradi? Passiv daromad istaganlar, biror joyga shuni qo'yib qo'yadigan bo'lsa, doimiy pul keltirib turadi. Ayniqsa hozir sezon boshlandi. Bilasizlar, juda ko'p avtomatlarimiz muzli suv ishlab chiqarib bermaydi, lekin bunda холодный va обычный vodasi bor. Ya'ni muzli va iliq suv chiqarib beradi. Hoziroq pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing va passiv daromadga ega bo'lishni bugundan boshlang.